qirg'iz nomi o'zbek qozoqdan ham oldinroq kelgan ekan. Shunday. Nechta deysiz? 32 ta. 32 ta. 32 ta katta millat bor. Va barimiz turkimiz, barimiz qardoshmiz. Shunday qardoshlarimizddan biri qirg'izlar haqida suhbat qilsak, chunki biz qozoq qardoshlarimiz haqida suhbat qildik, juda ham ajoyib, ko'pchilikka ma'qul keldi. Albatta bunday ko'rsatuvlarni ko'paytirish kerak, chunki biz qancha ko'p tariximizni bilsak, ildizimiz birligini bilsak, shunchalik orada bir mehr muhabbat bo'ladi. Chunki xohlaymizmi yo'qmi, biroz kuchsizlanganimiz tufayli 20-asr boshida bizni parchalab tashlashdi. O vaqtda odamlardan millating nimasi qozoq, o'zbek deb o'tirmagan bu. Barimiz musulmonmiz degan endi. Kimdir ko'zi qisiqroq, kimdir qipchoqcha so'zlaydi, kimdir qarluqcha, kimdir o'g'izcha. Mana shunday yuravergan odamlarni parchalab tashlashdi. Endi vaqt keldiki, alhamdulillah mana 2016-yildan keyin ko'p narsa o'zgardi, buni tan olishimiz kerak. Turkiy davlatlar tashkilotiga biz a'zo bo'ldik. O'zi biz a'zo bo'lgandek u tashkilotga aylandi. Undan avval u kengash edi. Bo'lib ham turkiy tilli davlatlar kengashi edi. Endi umuman turkiy davlatlar tashkilotiga aylandi. Demak, biz qardoshlarimizni yaxshiroq tanishimiz kerak. Bugun qirg'izlar haqida suhbat qilmoqchimiz va ma'lumotlarni izlasam, qirg'iz nomi o'zbek qozoqdan ham oldinroq kelgan ekan. Shunday. Endi bu faqat o'zbek qozoqdan emas, ko'plab o'sha boya aytib o'tgan 32 ta turkiy xalqning bir 5-6 tasi juda qadimdan beri saqlanib kelayotgan bo'lsa, o'shalardan biri qirg'iz. Hattoki eng qadimgi turkiy so'zlardan bittasini ayt desa, 5 ta so'z ayt desangiz, bittasi albatta qirg'iz degan so'z bo'ladi. Qirg'iz degan, ya'ni qirg'iz degan nomning o'zi turkiy. Ham juda qadimiy, yozma manbalarda ilk bor uchraydigan so'zlardan biri.